To'rxona, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor 26-kvartal qani ketdik. Asosiy zal qismida divanda o'tirib televizor tomosha qilib tursanglar, men sizlarga uyni to'liq obzor qilib beraman. Kirush prixoshkamiz umumiy maydoni 79 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda mehmonxona qismi joylashgan. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Dars qilish uchun stol shart sharoitlariga ega. Ko'rib turganinglardek uyimizning xonalari alohida, ya'ni razdelni joylashgan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Gilamidan tortib to mebel texnikasigacha hamma narsasi qoladi. Kirush koridorimiz bu yoqda o'zini alohida joylashgan sanuzel qismlarini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Koridor qismidan ayollarimiz sevgan oshxona qismiga o'tsanglar bo'ladi. Kirmoshina va xolodilnik chiroyli qilib joylashtirib qo'yilgan. 2 ga 6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Choy ichib o'tirishingiz uchun stol shart sharoitlar qilingan. Birinchi qavatda joylashgan. O'zini agorod va podvallariga ega. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz mana shu 5 qavatli g'ishli domni birinchi qavatida joylashgan. Xonadonimiz narxi $105.900. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisaniyada telefon raqam qoldirdim.